voy bu opalar, mana bu materialga bitta qarab qo'yinglar. Sumaya degan shunaqa asal materialdan qo'yninglar keldi bizga. Mana yenglarini qaranglar, qanaqa chiroyli tikilgan. Mana shunaqa spushniy bo'lib, chiroyli bo'lib turadigan ushbu ko'ylaklarimizni mana har xil rasvetkada sizlarga olib keldik. Shunaqa asal materiali o'zi muzdek, nomi ham Sumaya, razmeri 58-60 gacha ketaveradi. Feruza opa qorasi keldi, keling. Kecha kelganingizda qolmadi. Kecha keldi bu ko'yni qolmay qoluvdi, reklama qila olmay qoluvdik. Mana bugun hozir tiktirib yana olib keldik. Shunaqa asal rasvetkalarda. Atiga 250 ming so'mdan bunaqa ko'ynaklar boshqa joyda 800 mingdan sotilyapti. Bizda 250 ming so'mdan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Shunaqa asal ko'ylaklarimiz. Razmer ketaveradi. To'kilib turishini bitta qarab qo'yinglar. Hayitga kiyishga shoshilamiz, opajonlar. Shunaqa asal, shunaqa yumshoq. Yaltirashini qaranglar buni.